Hozirgi kunda insonlarda global muammolarga aylangan soch to'kilishi. Sizlarga shuni tavsiya qilaman qizlar. Ya'ni soch to'kilayotganda qora sidina yog'i bilasizlar, ming dardga davo bo'lgani uchun bizda bunaqa qora sidina yog'li shampunlarimiz chiqqan. Odamlar spesial qora sidinalarni olib, yog'ini olib tayyorlashyapti, shampunga bu hammasi tayyor shampunga solingan. Ko'pchilik ovatida shampunga solib turib, tayyorlab, keyin boshligini yuvishadi. Yo'q, mana bu ichida 95% naturalni tayyorlangan. Repena masla bilasizlar, aptekalardan repena masla sotib olib, uni balzamlarga qo'shib turib, sochga tana qilib, bu ham mana tayyor qilingan. Va garimdorini olib, aroqqa qo'shib, uni bir hafta qoldirib tayyorlashardi. Yo'q, bu tayyor mana garimdorili maskamiz sochingizga qilasizlar, tolalarni qattimlashtirib, to'kilishlarni shunday to'xtatib beradi. Va zo'r tarafi qizlar, ozgina boshingizda qizdirish bo'ladi. Bosh qizigandan keyin boshdagi qon aylanishi yaxshilab, sochingizning to'kilishini to'xtatib beradi mana. Shu naborlarimizni soch to'kilishi uchun tavsiya qilamiz. Narxlari hamyonbop, sochingizning to'kilishi bir pasda to'xtaydi.